Angliya turistik vizalari ham stikerdan elektronniga o'tish boshladi. Mana hozir sizlarga tasdig'i bilan ko'rsataman. Xo'p, bu 23-yanvarda boshlanyapti. 23-iyulgacha amal qiladigan 6 oylik viza. Endi bu yerda qiziq tarafi, bularga ham hozir stikerli viza beradi, ham elektron viza olib yurishlari mumkin bo'ladi. Buni davom etish vaqti, ya'ni stikerli viza berish payti aprelgacha eshitdi. Yana qancha davom etadi buni bilmaymiz. Lekin elektron vizalar уже mana chiqish boshladi. Endi bularda qiziq tarafi oldin atkazlari bor edi. Bitta emas, ikkita, 3 ta atkazlari bor edi. Har xil dokumentlar ko'rsatilgan, boshqa qilingan, o'zlari qilganlar va shu bilan atkaz bo'lib qo'ygan. Endi bu yerda yetarlicha shu oldingi berilgan atkazni yopa oladigan dokumentlar bilan biz qayta topshirdik. Hamma so'rovlar qilindi. Xudoga shukr, mana rezultat viza olindi. Endi oldin atkaz olgandan keyin sirazi qayta topshirsa bo'lardi. Lekin hozir u narsani tavsiya qilmayman men. Nimaga? Bizda boshqa bitta mijozimizda shunaqa holat bo'ldi. Dekabrda atkaz oldilar. Yanvarda barcha sabablar qilindi, hammani atkaz bergan punktlar yopildi-da, qayta topshirildi. Lekin baba atkaz berdi va atkazda shunaqa deyaptiki, katta o'zgarish bo'lmagan, senda hayotingda o'zgarish bo'lmagan deyapti. Endi buni yopish uchun nima qilinadi desanglar, boshqa davlatlarga sayohat qilib yoki oradan vaqt o'tkazib keyin topshirishni tavsiya beraman. Shuning uchun Angliya bo'yicha savollar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga yozinglar, javob berishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar.